alaykum. Feruza opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Sizimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Hayit bayramingizmi? Rahmat. Birgalikda bo'lsin onajon. Bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan bezovta qilyapmiz sizni xursand qilish uchun. Rahmat. Menimcha ko'nglingiz sezib turibdi, qaysi bir yaqiningiz nomidan chiqib turibmiz. Kim deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin? Aha. Sizni juda ham yaxshi ko'radi. Birinchi qizlar. Madinaxon qizingiz nomlaridan tabriklab turibmiz. Xo'p, qizingiz bilan gaplashdim. Onajoningizni nima deb xursand qilamiz desam aytdilarki, opajon, birinchi o'rinda juda ham qattiq sog'inganimni ayting. Agar qanotim bo'lganda edi, uchib borardim. Jonim onam 9 oy davomida yuraklarni ostida ko'tarib yurgan jannatim. Menga hayotni ma'nosini tushuntirgan aziz ustozim, meni borlig'im, jonim, jahonim. Onajonimga rahmat aytmoqchiman. Avvalo yorug' olam uchun, chiroyli tarbiya uchun. Onajon, hayot ekan, taqdir ekan, qizingiz sizdan 10 yildan buyon olisda. Sizni shu qadar sog'indim. Bir tarafdan xursand kuningiz uchun o'zim xursand bo'laman, bir tarafdan ozgina xafa bo'laman, sababiki jannatimni o'pib, bag'rimga bosib, to'yib, iforlariga to'yib tabriklolmayapman. Lekin onajon, men doim qalban siz bilan birgaman. Jonim onam, yuragim urib turibdi, nafas olyapman sizni xursand qilish uchun. Ozgina bo'lsa-da xursand qilish uchun harakatdaman. Nima qilsam-da kam onajon, haqqingizda ado etolmayman. Bilmadim, qiz bolani taqdirini Allohim yozib qo'yar ekan, uni amalga oshirmasdan o'zga iloj yo'q ekan. Jonim onam, sizga o'xshashga harakat qilaman, lekin siz o'zgachasiz. Mehringiz o'zgacha. Shu paytgacha o'ylab qarasam, har kuni onajon, sizni yaxshi ko'raman deb ayta olmabman. Har bir gapimni, yuragimdagini sizga yetkazib bera olmabman. Ba'zida afsus qilaman onajon. Men onamga nima qilib berdim, nima qilib xursand qila oldim degan savol meni qiynaydi. Onajon, faqatgina baxtimga sog' bo'lsangiz, hech qachon kasal bo'lmasangiz bo'ldi, deyaptilar. Rahmat. Sizga she'riy ta'riflari bor ekan, qizingizni qabul qilasizmi? Marhamat. Onajonim, sog'indim sizni. Yuragimni bir his o'rtaydi. Qani yo'lim yaqin bo'lsaydi, ko'nglim har on sizni qo'msaydi. Keling onam, mehmonim bo'ling, boshim uzra posponim bo'ling, yuragimga darmonim bo'ling. Onajonim, sog'indim sizni. Yolvoraman har tong Allohga, olib tursin sizni panohga. Borolmadim jonim onam, yo'ymang gunohga. Onajonim, mehribonim, sizni sog'indim deya mana shu she'riy ta'rifni, mani yuragimdagi so'zlar shuni aytib beringlar dedilar. Mana eshitdingiz onajon, xursandmisiz? Manam qizlarim sog'indim. Umrlari uzoq bo'lsin, ilohim. Baxtli bo'lsin, qayerda bo'lsa ham tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Ilohim. Bizni baxtimizga hamma ballarim xor bo'lsin, ilohim. Ilohim. Peshonasiga Allohim eng buyuklarini, eng sof tilaklarni Ilohim. qalbida nima niyat bo'lsa, niyatlariga yetsin. Ilohim, qo'limizdan kelgancha dadasi bilan tarbiyamizni berdik. Chiroyli qilib olib yurdik. Bitta gaz nuqtirgimiz kelmadi ballarimizga. Ilohim, qayerda bo'lsa ham shu qizlarim, ballarim baxtli bo'lsin, tinch bo'lsin.
ilohim, Allohdan har kuni so'rayman namozlarimda. Bandalarimga eng oliy mukofotlarni bersin. ilohim, Hech kim erisholmagan baxtlarni, hech kim erisholmagan taxtlarni ilohim, qalblaridan nima orzu bo'lsa, niyatlariga yetsin. Men yetmagan orzularga bandalarim yetsin. ilohim, Iloyim bizni qo'lida yetalab jannatlarga olib boradigan, oltin tojlar kiydiradigan zurriyotlar bo'lsa iloyim. ilohim, amin, Nevaralarimdan qoriyalar chiqsin. Xudodan shuni so'rayman. Iloyim ko'rganimizda ko'zimiz quvnaydigan farzandlar bo'lsin. ilohim, Mani ichimda judayam ko'p yaxshi tilaklarim bor. Men bolalarim hammasini yaxshi ko'raman. Bir-biridan yaxshi ko'raman. mashalloh, Lekin o'zlariga yetolmayman. Men ularga tikon kirsam, meni hamma yo'g'imga tikon kiraveradi. Men bolalarimni judayam qizg'onaman. Ayniqsa qizlarimni qizg'onaman. Hammasini bir-biridan kam ko'rmayman. Hammasini yaxshi ko'raman. Yuragim og'riydi meni qizlarim. Gar tegsa meni yuragim qaqshaydi. Judayam yaxshi ko'raman qizlarimga. Rahmat shunchalik. Meni eslab, shunchalik chiroyli tilaklar bildiribdi. Umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Qayerda yursa ham omad topsin. ilohim, Yomonlardan yiroq qilsin. Iloyim yaxshilarga yo'ldosh qilsin. ilohim, Shular qatori sizlarga ham iloyim ishlaringga rivoj, shunchalik aloqaga chiqib, shunchalik tabriklarni aytibsizlar. Iloyim umrlaring ziyoda bo'lsin. rahmat, Har bir qilgan ishlaring rivojini bersin. ilohim, Oilalaring baxtiga, ota-onalaring baxtiga, farzandlaring bo'lsa farzandlaringni baxtiga sog' yuringlar. rahmat, Iloyim bunaqa kunlarni, bunaqa yaxshi kunlarni, bayramlarni ko'pini ko'rishni hammamizga nasib qilsin. ilohim, Iloyim hammalaring omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, ilohim, yurtboshimiz tinch bo'lsinlar. Shunchalik yurtimizda tinchlik, xotirjamlik, shunaqangi uzoqlarni yaqin qiladigan, mana shunaqa ko'rishib, dardlashib yuradiganlar. Hammalaring sog' bo'linglar iloyim. ilohim, Mani xo'jayinim boshlari omon bo'lsin. ilohim, Iloyim bolalarimizga bosh qosh bo'lsin. Shu farzandlarimiz to'ylarini, nabira to'ylarini ko'rishlik nasib qilsin. Ilohim. Iloyim Allohni baytiga borishlikni hammamizga nasib qilsin. ilohim, Tanigan yaqin dugonalarim, aka-ukalarim, jigarlarim, qo'ni qo'shnilarim, mahallaki qaysi yurtni insoni bo'lsa, Allohning bandasi bo'lsa, Ka'batullohda tanishlikni nasib qilsin. ilohim, amin, ilohim, amin, Allohim hammalaringni ilohim, amin, yaxshi tilaklaring ro'yobga chiqsin. Ilohim. Rahmat, sog' bo'ling. ilohim. Rahmat. Madinaxon aytdilar, dadajonim mani faxrim. Dadajonim hayotda shunday ota bo'ldilarki, o'zgalarning dadasiga havas qilmadim. Qaniydi mani dadam ham shu insonga o'xshasa edilar demadim. Chunki bolam deb borini bergan inson, bolam deb o'zini unutgan inson. Juda ham yaxshi ko'raman. Allohimga bitta so'zim bor, bitta iltijoyim bor. Shu kunlarga yetkazsa Allohim baytiga chorlasa, otajonim, onajonim labbayki Alloh deb tavof qilsalar, ularni hoji ona, hoji ota qilsam, armonim yo'q opajon, deyapti farzandlaringiz. Shu kunlarga yetkazsin. Ilohim, onajonim bu tabrigimda sizga qo'ng'iroq qilib, hojona bo'libsiz, qabul bo'lsin deb turish bizga ham nasib qilsin. Ilohim, amin. Shunaqangi xursand bo'ldim hozir. Men kutmagan edim shunchalik chiroyli. Shunchalik chiroyli so'zlarni men kutmagan edim. Hozir men 7-palikda uchyapman. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, iloyim. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, aziz boshingiz omon bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz, siz bilan birgamiz. Rahmat. Men ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, iloyim. Xo'p, Rahmat. xo'p bola.